So'nggi yillarda yoshlarni bir maqsad ostida birlashtirish, ularni har bir fikr va tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash borasida bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Farg'ona davlat texnika universitetida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilotining hisobot saylovi yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Unda universitetga yangi yoshlar yetakchisi tayinlanyapti. Tadbirda O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Farg'ona viloyati kengashi rahbariyati, universitetning professor-o'qituvchilari hamda faol talaba yoshlar ishtirok etdilar. Unda o'tgan o'quv yilida amalga oshirilgan ishlar sarhisobi tinglanib, yoshlar harakati oldida turgan yangi maqsad va vazifalar muhokama qilindi. Hisobot yig'ilishida yoshlar bandligini ta'minlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, intellektual va ma'naviy ma'rifiy loyihalarda ishtirok etishini kengaytirish borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng yangi o'quv yili uchun yoshlar yetakchisi hamda yo'nalishlar bo'yicha koordinatorlar saylovlari o'tkazildi. Hisobot saylov yig'ilishining o'tkazilishidan asosiy maqsad talaba yoshlarga yoshlar yetakchisini tanishtirish, tavsiya etilgan nomzodlarni tanishtirish, ya'ni yoshlar kengashiga tavsiya etilgan nomzodlarni tanishtirish hisoblanadi. Ushbu o'quv yili davomida Yoshlar ittifoqi Farg'ona viloyat kengashi tomonidan meni nomzodim tavsiya etilib, Farg'ona davlat texnika universiteti yoshlar yetakchiligi lavozimiga qo'yildim. Xudo xolasa yangi o'quv yili davomida turli xil yangi loyihalar talaba yoshlarni asosan bandligini ta'minlash hamda intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan ko'plab loyihalar tashkil etmoqchimiz. Shuningdek, 5 tashabbus loyihasi, intellektual loyihalar, harbiy vatanparvarlik, tadbirkorlik va innovatsiyalar, talaba qizlar hamda yoshlar daftari va mesenatlar dasturlari yo'nalishlari bo'yicha koordinatorlar belgilandi. Men hisobot saylovida fakultet koordinatori sifatida saylandim. Bizga topshiriqlar, vazifalar yuklatildi va bundan ilhomlanib kelajakda o'zim ustimda qattiqroq ishlab, talabalar bilan bevosita ishlab, o'z faoliyatimni olib bormoqchiman. Kelajakdagi maqsadim o'zimizning fakultetimizga ham aynan yo'nalish koordinatorlarini saylab olish va ular bilan bevosita talabalar bilan hamkorlikda ishlash kelajakdagi vazifalarim sifatida qaratdim. Biz Yoshlar ittifoqi bilan birgalikda hamjihatlik bilan yoshlarimiz, talabalar o'rtasidagi iqtidorlarini ro'yobga chiqarmoqchimiz. Yig'ilish yakunida yangi saylangan yetakchi va koordinatorlarga yoshlar manfaatlari yo'lida dadil tashabbuslar bilan chiqish, zamonaviy g'oyalarni amaliyotga tatbiq etish hamda universitet hayotini yanada jonlantirish yo'lida muvaffaqiyatlar tilandi.